Xo'sh, Stalker, mana bu magazinga kiramiz. Bo'ladimi? Okey. Okey. Da. Mayli. Okey. Xo'sh, qisqasi mana shu do'konga kirib, mana bu telefonimni bir yangilamasak bo'lmaydi, bilasiz. Assalomu alaykum janob, yaxshimisiz, tuzukmisiz? Va alaykum assalom akam, nima uchun kelding? Mana bu bilasiz, mana bu telefon deganlardek, telefon olgani kelgandim. Hop, mayli, necha puling bor? Bu $17 pulim bor edi. Mana bu telefonim bor, iPhone 8 bor. iPhone 8 ustiga pul qo'shib shu birorta normal bir iPhone olsam bo'lmaydimi? Yo'q, ukam, tushunib borib suvga chop. Men senga nima sotyapman, oddiygina bu Android sotyapmanmi? Bu iPhone deyiladi. Androidlar ham qimmat endi. Bilasanmi nima? Короче, bu yerda juda ham qimmat Androidlar bor, juda ham qimmat iPhone'lar bor. Davay, surbotdan bu musor iPhone'ini yo'qot. Ya musor deydi bu iPhone'imni. Nima bu musor deyapti bu iPhone'imni bu Stalker? Va Ma'lum qaysini olmoqchisiz? Mayli. Bo'ldi endi ketdi, bo'ldi boshqa gap. Va vashasamga o'ynadi lekin. Odam juda ham xafa bo'ldi borib. Mana shantaj qilmadim-da, bunday qilib. Bunday qilib. Bo'lmasam bo'lmadi bunday qilib. Okey, mayli. Tuz sepishini. Ey, ko'zim ochib ketdi. Siz nima sepasiz? Qanisiz siz nima? Mayli, ketdi. Men bozor ham bor obunachilar, mana bu qarashib do'kon ochilgan, mana bu yerdan do'konlar ochilgan, bilasizlar. Mayli, bo'lmasa o'zimizdan uyimizga kirib, nima desam bo'ladi, kompyuter o'ynaymiz, nima deysiz? Aytgancha, kontroller olishimiz kerak edi. Bu yana nima bo'ldi, Stalker? Hammanga ko'rinib turibdi. G'alati. Okey, mayli. Xo'sh. Qishloqlar, bu yerda nima bo'lyapti? Bu nima yana qanaqa qizil chiziq bo'ldi? Voy, nima gap? Shaqaysiz Stalker. Tuzukmisizlar? Ha, tuzukmiz. Bu nima uchun qizil mana bu doiraning ichiga hamma yig'ilib olgan? Bu doira qisqasi nima desam bo'ladi? Bu bizani bu juda ham yaxshi bir короче, juda ham zo'r joyga olib boradi-da. Nima? Juda ham zo'r joyga nimalar deyapsan? Aqldan ozib qolganmisan? Yo'q, o'zing aqldan ozib qolgansan. Nima bo'ldi? Qaramasang ko'rsataman hozir. Bu juda ham zo'r joyga olib boradi. Hozir mana qara. 1 2 3 qara. Voy. Menimcha o'ldi. Bu hozir ha. Qani siz bitta kirib ko'ring-chi. Bilmadim obunachilar. Juda ham xavfli. Oy. O'zini bosing. Oy. Aqldan ozib qolganmisiz? Birorni men tashib ko'ring-chi qani. Aha, g'alati. Qani? Oba, ishtimi bo'lmadi? Nima? Nima? So'z bo'ling. So'z bo'lish kerak. Qishloqlar, bu yerga o'tirmanglar. Buni qaranglar, mana bu qizil chiziq bu juda ham yomon bilsanglar agar. Chopa, boshimizdan ortma, nima? O'zingcha navbatga tur bu yerga tushish uchun. Nima? Oy, bular kirmaslik kerak bu yerga. Tez mana bularni oling-da. Oling bularni. Oling bir nima qilib endi. Nima qilib tashlayapsiz? Bu atrofini o'rab chiqish kerak atrofini. Atrofini o'ramasak bo'lmaydi, bilasizlar. Bunaqa narsa bor menda. Qishloqlar hozir kiradida, bosh tortaveradi, boru. Mayli. O, kakras. Bo'ldi. Tashlang. Barchasini tashlang. Da. O, ajoyib. Obunachilar bilan salomlashdimmi, yo'qmi? Salomlashamiz obunachilar, hozir sabr qilib turinglar. Mana bu yerga hozir mana qishloqlar kirib ketyapti. Vashye boru. Bu juda ham xavfli narsa-da, buni qaranglar. Bu hali nimaligini bilmay turib bu yerga kirish menimcha xato deb o'ylayman. Okey. Bunday qilib qo'yamiz. Menimcha juda ham ajoyib bo'ldi. To'xtanglar, mana bu yer ochiq qolib ketdimi deyman-da. Yo'q, menimcha ochiq qolmadi. Nimaga qarab o'tiribsan-a? Voy, men kirmoqchiman mana shu yerga. Hamma kiryapti-ku. Yo'q, kirish mumkin emas. Stalker, mana olib keting-da, uzoqroq olib boring-da, juda ham xavfli. Mayli, tezroq mana bu yerga qo'yib chiqish kerak. Qishloqlar, bu yerga umuman kirmanglar, aqlda ozib qolganmisizlar? Bu yerga hozir qishloqqa yo'q bo'lib ketdi hozir qishloq. Qayerga ketgan hozir bilib ham bo'lmaydi. Aytgancha, barchaga salom obunachilar. Bugun sizlar bilan men yana Shahrisman obunachilar. Ko'rib turganingizdek obunachilar, mana bu yerda mana bu qishloqlar, mana bu chiziqqa kirmoqchi. Nimaligini bilib olishimiz kerak yoki kim qurdi buni? Hozir boring, merdan so'rab ko'ramiz. Xo'sh. Mer, assalomu alaykum demoqchi edim. Mer ham. Yo'q ekan, ajoyib. Mer ham qayerga ketib qolibdi ekan? Mayli. Xo'sh, sen bu yerga o'tirma, tushundingmi? Xo'sh. Bilmadim. Nima qilsak bo'ladi-ya? Olib tashlasangiz, shu yerda turadi. Olib tashlang, mayli, kerak emas. Bu gul nima uchun kerak? Hayronman, boru. Mana bu yerga ekib qo'yamiz va mana bu yerga qaytarib qo'yamiz. Ajoyib. Xo'sh. Buni boru atrofini birinchi buzib chiqish kerak. Mana bunday qilib buzib chiqib, atroflardan bunday qilib qarashimiz kerak yoki birorta sehrlangan narsa bo'lishi mumkinmi? Nima deysiz? Xo'sh. Boring.
lapotga olib keling, boring. bo'lishi kerak. Ha, boring olib Omborxonaga keling. boring. Boring, mana tezroq borib keling. Bu ishlar juda ham yomon g'alati bo'lyapti, bilmadim. Mana bilan turishini. Mana bularga borib, shuncha gap gapirsam, ana bu ham hozir navbatga surmoqchi. Nima mani g'iybat qilyapsanmi? Hozir ko'rsatib qo'yaman senga. Man seni hayoting saqlamoqchi bo'lyapman, sen nima qilmoqchi bo'lyapsan? Voy, men lapotka bilan urmoqchimanmi, stalker? Voy, yo'q, urmoqchi emas, aqlni o'z qolganmisan. Mana bularni Shantaj mana shunday. Shantaj ekanmi deyman-da, mana bu atroflarni buzib chiqishimiz kerak. Voy. Atroflarni yaxshilab buzib chiqishimiz kerak. Nima bo'ldi? Nima? Mana bu nima? Nima? Tushunmadim. Yana nimasi bo'ldi? Bu ehtiyot bo'lishimiz kerak. G'alati. Mana bularni oling-da. Asta pastga cho'laydi. Hoy, bu politsiya demoqchi edim, politsiyaga ishlamayman. Bu shaxs, короче. Bular nima bo'ldi? Bu yana qanaqadir hakerni joyiga o'xshayapti. Ha, hakerni qilgan ishimi deyman-da bu. Mana parollarni ko'rishingiz mumkin. Simlarni tez olish kerak. Simlarni buzish kerak, simlarni buzib chiqing-da tezroq. Buzib chiqing. Xo'sh. Bu yerda yana qanaqadir parol bor ekan. Qanaqa parol bo'lishi mumkin bilmadim-ku. 1 2 3 4 bu o'xshamadi. 1 1 1 o'xshamadi. 5 5 5 bilmadim. Buni qarang, tepasiga qarang. O, parol omborxonada. Tushunmadim. Bu yerda zarratsizlantirib turing-da, mana bu yerdagi barcha narsalarni buzib turayman, omborxonada shunday parollarni olib kelib turaman, tushundingizmi? Mana bu chiziqqa kelsa, nima desa bo'ladi, o'sha bo'lib ketmaydigan qiling, iltimos. Xo'sh, mana ishlar juda ham g'alati, bor. Hakerning ishi bo'lishi mumkin, bu hakerning ishi bo'lishi mumkin. Qayerda bo'lishi mumkin? Topgandek bo'ldim, o'ylagandim. Gul ekan bu, ajoyib. Kim gul qo'yib qo'ygan bo'lishi mumkin? Bu yana nimasi bo'ldi? Xo'sh. 6767. Ajoyib. Juda ham zo'r parol ekan, obunachilar. Juda ham oson parol ekan. Mayli. Parolni olib keldik. Oho, mana bularni buzish kerak, mana bularni buzib qo'yish kerak. Короче, parolni olib keldim. Parol juda ham kulgili ekan, bilmadim. Bedrockni buza olmaysiz. Bilasiz, bedrock buzish qiyin. Bedrock buzmayapman. Okay, mayli. Ana uni zararsizlantirdim menimcha. Okay, zararsizlantirdingizmi? Qani borib ustiga chiqib ko'ring. Hozir men sizga mana bu Hozir. 67. Juda bularni qaranglar, obunachilar. Bu yana nima bo'ldi? Bu juda ham yomon narsa. Buni tez yo'q qo'ying. Buni. Buni yo'q qo'ying, buni. Ichmang. Juda ham yomon narsa desam, buni ichyapti. Bu juda ham yaxshi emas. Xo'sh, yana nimalar bor ekan? Mana naborat mana buni yeng. Mana nima edi? Hotlanch bor ekan. Doshirakmi nima? Maza qilib yeb o'tiring-da. Mayli. Obunachilar, bu yerda gazeta, короче, barcha narsalarni olaylik-da. Keyin ko'rib chiqamiz. Hozir bu yerdan tezroq chiqishimiz kerak. Bu yer bor. Voy, gazeta bor ekan. Gazeta bor ekan. O'zim xuddi bir gazeta o'qigandan yuribman bor, voy, hech nimani ko'rmayapman. To'xtanglar, bu gazetani ham stalkerga beramiz. Stalker oling mana buni. Mana tushib ketdi, ana tushib ketdi. Hop, bu yana nima bo'ldi ekan? Bu qanaqadir o'xshadi. Bu lavani ustidan yursa bo'ladi deb yozilgan bu yerda. Tushunmadim, rostdan bo'ladimi yursa, bilmadim, g'alati. Mana buni sinab ko'ramiz hozir. Bu yerdacha bu suvning ustidan yursa bo'ladi, deyapti. Rost. Stalker. Olimga keling-da. Keling. Yuring. Keling. Qarang. Mitsam bo'ladi. Men ham bu quvlashmachoq deydilarmi? Quvlashmachoq o'ynaysizmi? Davay, keling, uring mani, davay. Davay, uring. Obunachilar, qaranglar, hozir chotga qilaman. Hozir. Yugurish kerak. Men ketib olyapti menga. Davay, obunachilar. Men nima qilmoqchi bo'lganimni o'zi biladi o'zi. Va mana bu yerda karta bor ekan, kimnidir kartasi bor ekan, stalker. G'alati. Hop. Sakra, yugur. Stalker bo'ldi, yutqazsiz, bilasizmi shuni? Yo, obunachilar. Voy, siz bilmaysiz. Men oling. Men. Mana tushib ketib qoldim. Qoldingizmi? Chiqing. Mana qichib qolamiz. Bor, siz ishni bilmasangiz, nima qilasiz suvga tushib? Hayronman bor. Suzishni bilaman, men suv qanaqadir. Men qo'rqmayman, bunday. Juda ham zo'r narsalar bor ekan, lekin. Bor, obunachilar qaranglar, sal qollar stalker cho'kib ketardi. Qarangda, yana nimalar bor ekan, men sizga ko'rsaman. Prava yana. Juda ham yomon narsa, men yoqib yuborish kerak. Juda ham yomon narsa. ID karta bor ekan. Bilmadim. Dogovor, what the? Ha, mayli. Bo'lmasa. Uy sotuvsi bo'lar ekan.
Ha, Vamla. ko'rich. Mana bunaqa water walking booties bor ekan obunachilar. Ya'ni water emas, water deydilar. Obunachilar o'zimcha English gayman, короче. Mayli obunachilar, bugun sizlar bilan men yana shaxs bo'ldim. Kelasi videorolikda ko'rishguncha obunachilar, xayr, sog', salomat bo'linglar.